Assalomu alaykum tumanimiz fuqarolari hamda mehmonlari. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan yangi O'zbekistonda huquqbuzarlik va jinoyatga qarshi kurashish umummilliy dolzarb vazifaga aylantirildi. Prezidentimiz ana shu yangilanish, o'zgarishlar samarador bo'lishini kafolat sifatida mamlakatda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash, buning uchun jinoyatchilarga qarshi kurashish tizimini tubdan yangilashni davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri darajasiga ko'tardilar va amaliy ishlarga kirishtirildi. Xususan davlatimiz rahbarining 2025-yil 3-yanvardagi birinchi sonli qarori bilan har bir mahallada xavfsiz sharoitni yaratish, fuqarolar tinchlik osoyishtalikni ta'minlash, jinoyatlarning sabablarini mahallabay, sohabay muhokama qilish tartibi, mahallalarni kriminoggen darajada toifalash tizimi, jinoyatlarni oldin olish sohasida mahalla yettiligi institutining roli, ijtimoiy profilaktika tamoyili asosida huquqbuzarlik profilaktikasini amalga oshirish amaliyoti doirasida aholida xavfsizlik hissini shakllantirish borasida bir qator samarali tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. O'zbekiston tumanida jinoyatchilarga qarshi kurashish, uning oldini olish, jinoyatdan jabrlangan shaxslarning huquqlarini tiklash, yetkazgan zararlarni undirish va har bir qilmish uchun javobgarlik muqarrarligini ta'minlashga qaratilgan bir qator amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Joriy yilning 9 oy yakuni bo'yicha kriminoggen vaziyat to'g'risida to'xtalib o'tsam. Joriy yilning ushbu davrida O'zbekiston tumanida 71 ta mahallalardan 6 tasi qizil toifaga tushgan. Bular Karamobod, Taraqqiyot, Yaypanguzar, Qirqketmon, Qorayoz bobo, Bog'eram mahallasi jinoyatchilik bo'yicha qizil toifaga tushgan bo'lsa, 16 ta mahallalar barqaror qolgan. Shu bilan birga 49 ta mahallalarda umuman jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yilmagan. Hisobot davrida jami 311 ta jinoyatlar qayd etilgan bo'lib, shundan 171 tasi oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarni tashkil etmoqda. Sodir etilayotgan yo'l transport hodisasini kamaytirish maqsadida o'tgan 9 oy davomida tumanda 100 dan ortiq targ'ibot va tashg'ibot ishlari muntazam ravishda amalga oshirilgan. 3 ta qo'shimcha svetofor o'rnatilgan bo'lsa, 150 dan ortiq yo'l belgilari yangilandi. 92 kilometrdan ortiqroq yo'llar joriy ta'mirlash ishlari olib borildi. Lekin fuqarolarning ehtiyotsizligi oqibatida ushbu davrlarda 37 ta yo'l transport hodisasi sodir etish yo'l qo'yildi. Bularning 8 ta holati jabrlanuvchilarning o'limi bilan bog'liq bo'lgan. Bundan tashqari, joriy yilning o'tgan 9 oy davomida 57 ta o'g'irlik hamda 54 ta firibgarlik jinoyatlari sodir etilishiga yo'l qo'yilgan. Giyohvandlikka qarshi kurashish yo'nalishida olib borilgan tadbirlar natijasida o'tgan 9 oy davomida 59 ta jinoyatlar issiq izidan fosh etilgan bo'lsa, jinoyatlardan jami 12192 grammdan ortiq giyohvandlik vositalari daliliy ashyo sifatida olingan. Hozirgi kunda jamiyatimizga kirib kelgan yangi turdagi kiber jinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha joylarda ancha-muncha targ'ibot ishlari olib borishiga qaramay, fuqarolarimizning internet tarmoqlariga tushunmasligi va aldovga ishonish kabi holatlari natijasida jami 40 dan ortiq jinoyatlar bu toifada sodir etilgan. O'tgan davr mobaynida 311 ta jinoyatlarning shaxslari bo'yicha to'xtalsam, 8 nafar muqaddam sudlanganlar tomonidan sodir etilgan bo'lsa, 6 nafar voyaga yetmaganlar tomonidan, 41 nafar esa yoshlar tomonidan hamda 15 nafari ayollar tomonidan jinoyatlar sodir etilgan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, tumanimizning Dasht Cho'lpon, Kichik Oqmachit, Qo'rg'oncha, Oqtepa va Yaypanguzar mahalla fuqarolar yig'inlari hududlarida oilaviy zo'ravonlik bilan bog'liq jinoyatlar oshib ketishiga yo'l qo'yilmoqda. Aziz tumandoshlar, jinoyatlarga qarshi kurashishda prokuratura organlari aholi ko'magi va hamkorligida jinoyatlarning har qanday ko'rinishiga chek qo'yishiga kafolat beradi. Shunday ekan, aholi va keng jamoatchilikni jinoyatlarni oldini olishga hamda ularni bartaraf etishda faol hamkorlikka chaqiramiz. Shu bois fuqarolarimizdan jinoyatlardan jabrlanmasliklari uchun
o'z haq-huquqlarini bilishlari va uni himoya qilishlarini, o'z mulkini begona shaxslar qo'liga ishonib topshirmasliklarini, har qanday oldi-berdi masalalarini notarial tartibda rasmiylashtirishlarini, yashash xonadonlariga video kuzatuv kameralar o'rnatishlari hamda qo'riqlik xizmatiga topshirishlarini, o'zlariga tegishli avtotransport vositalarini ochiq holda qarovsiz qoldirmasliklarini, shuningdek kiber jinoyat qurboniga aylanib qolmasliklari uchun internet tarmoqlaridan to'g'ri foydalanishlarini, shaxsiga oid va boshqa ma'lumotlarni begonalarga bermasliklarini, hayvonotlar, velosiped va shu kabi boshqa mulklarni xavfsiz joyda saqlashlariga va qimmatbaho buyumlarni jamoat joylarida unutib qoldirmasliklariga alohida e'tibor qaratishlarini so'rab qolamiz. Shu bilan birga atrofda bo'layotgan har qanday voqea va hodisalarga befarq munosabatda bo'lmasliklarini, ogoh va hushyor bo'lishlarini yana bir bor so'rab qolamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.